Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari, aziz obunachilarim. Meni yangi ko'rib turgan kanalim mehmonlari. Hop, bugungi beradigan tavsiyam, ma'lumotim kimdadir bedanasini tuxum foizi tushib ketadi, po'stloqsiz tug'ib qoladi. Shunga o'xshash narsalar, ana jigarang, qoramtir, mana shunaqa narsalar ko'kishroq bo'lib qolishi mumkin. Shunga qo'shimcha beradigan narsalarni aytib o'taman. Diqqat bilan eshitib qolishdan xohlab qolamiz. Undan oldin videoni boshlashdan oldin sirali qilib like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, akalar. Bizda hozir ozgina tuxumlarimizni po'stlog'i sal yupqalashib qolibdi. Ovotganda bir ikkita sinib ketib qoldi. Novamix degan parashut, keyin trikalsiy. Mana. Teskarisiga ochib o'pman mana. Tushunasizlar, короче, trikalsiy bilan novamixni qo'shasizlar. Xullas, hozir mana qo'shaman, yemlarim bilan ko'rsataman sizlarga. Xo'sh. Mana kalsiy. Mana novamixni olamiz. Mana shuncha yem, где-то bir 3 kilo yemga endi men yengil aralashtirishim oson bo'lsin deb shunaqa qilib oldim. Mana bir qoshiq, bir osh qoshiqda. Kalsiyni zarari yo'q. Bersanglar, nima deydi? Buni 2 qoshiq osh qoshiqda qilsanglar ham bo'laveradi. Mana 2 osh qoshiqda solamizda aralashtirib olamiz. Shunaqa qilib aralashtirib olamiz. Lekin hamma joyiga yetib borish kerak bu. Mana sal anaqa ham bo'lib ketadi. Bo'ldi, mana tayyor. Yengil tayyorlab beraverasizlar. Endi menda birdaniga tayyorlasam, men bu chelakda aralash qiyin bo'lib qoladi. Taglariga yetish qiyin bo'ladi. Hozir nariga katagimga, bu katagiga yetib keldik. Mana bu yerda ozgina qolib ketdi. Shuni hozir mana beryapman. Xo'p, endi mana bu yoqdagilarga berib chiqamiz. Mana kechki ovqati bu. Kechki ovqatiga. Hozir bedanalarimiz ham nima deydi? Yaxshi tuxum beryapti. Почти 88% ga desam adashmayman. 88% ga chiqib oldi. Gapimdan ham adashib ketyapman. Yem berayotganda odam maza qiladi-da bularni yeyishini ko'rib. Endi bir qo'lda sal qiyinroq. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Buni to'la olishim kerak. O'zi imkoni bo'lmaydi endi baribir. Ular xudo xolasa mana kechga tug'ishni boshlaydi-da. Endi bilasizlar, bedana boqqanlar biladi. Aslan kechqurunga odam tug'adi. Ertalabgacha qarasanglar, maza qilib tuxumni terasizlar. Buni bedana boqqanlar biladi mazasini. Mana buni berib bo'ldik. Endi ani katagim qoldi. Hozir unga ham tayyorlaymiz, xudo xolasa. Xo'sh. Yemimiz o'sha ikota yemi.
Yaxshi yem. Xo'sh. Buni sovib olamiz endi. Oyoqlarni ham ishlab tashlayveramiz. Ustasiga farqi yo'q, короче. Mana ikkita tog' jo'jalarini turibdi. Xo'jayin, tezroq bo'ling. Bizga ham qarab oring deyapti bechoralar. Mana xuddi shunaqa qilib. Endi nima deydi? Sizlar osh qoshiqda qo'ysanglar, biz ham mana shundoq primerni bilamiz. Qancha qo'shilishini. Mana. Bo'ldi, ketdi, aralashtiramiz. Bu nima deydi? Tuxum samaradorligini oshirish sifatida tuxumni baquvvat bo'lishini, keyin sog'lom tuxum olish uchun mana shunaqa narsalar berib turishga to'g'ri keladi. Endi bunday olib qarasa, bu bechoralar ham umrini oxirigacha shu katayda turadi. Umrini oxirigacha shu katayda turgandan keyin bularga ham qo'shimcha vitamin berish kerak. Xuddi bir nima deydi? O'zimiz har kuni mastava ichavergandek bularni ham joniga tegadi. O'shaning uchun vitaminli narsa qo'shib berib turish kerak. Suviga, yemiga bir 3 oyda bir gijjasiga qarshi u ham yemiga qo'shib beriladi. Albinoz degan yem nima bor? Suyuqlik dori. Gijjasiga qarshi. O'shandan berasizlar. 3 oyda bir, 1 oyda bir bersanglar bo'ladi. Zarari yo'q, короче. Zarari yo'q. 1 oyda bir berib tursanglar ham bo'laveradi. Nima deydi? Sog'lom ushlab tursanglar, bedanani yaxshida uzoqroq xizmat qiladi sizlarga. Uzoqroq xizmat qiladi. Farovonlarimizga yetib keldik. Farovonlardan ham xudo xolasa kuzgacha minta qilib chiqarib olsam, sizlarga ham bo'lishaman bularning jo'jasidan, tuxumidan. Mana bo'ldi. Yemlarini tayyorlab, dorilarini berib bo'ldik. Endi xudo xohlasa, xo'p, soatimiz 18:54. 9 gacha yeb ichib olishadi. 9 dan keyin texnichas boshlanadi bularga. To o'sha soat 7 gacha. Ungacha jimgina yotishadi. O'rtoqlar, bugungi ma'lumotimiz shundan iborat edi. Xo'p, endi bu yog'iga sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ro'ziyev Azimjon bo'ldi.